Assalamu alaikum Şarkı aziz qarindoshlar. Dünya Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasining bugungi suhbat programmasiga xush keldingizlar. Men Farhod Yo'ronqash, oldindan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Aziz qarindoshlar, bu haqda bugungi programmamiz haqida biz oldin sizlarga e'lon bergan bugungi bugungi suhbatimizningki asosli temasi Uyg'urlar meselesini, yani Şarkı Türkistan mesele davasını G'arb dunyosidagi yerli xalqqa olishninki muhimligi va zarurligi degan tema aziz qarindoshlar. Sizlarga ma'lum, hozir Uyg'ur davosi ya'ni G'arb dunyosida nihoyatda yuqori palla ko'tarilgan bir payt hozir, mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, Yevropa Komissiyasida bo'lsin, Yevropa parlamentida bo'lsin va yoki Amerika Avam Palatası, Kengash Palatası va yoki hükümet organlarida bo'lsin, Uyg'urlar meselesi nihoyat yuqori saviyada, nihoyat jonli shaklda anlatılyapti va Uyg'urlar meselesi hozir G'arb matbuotlarining shundaqla parlamentlarniki, hukumatlarniki, shundaqla G'arb ellardagi barliq kishilik huquq tashkilotlarininki qiziq temasi va asosli kun tartiblarininki birisi. Afsuski, aziz qarindoshlar, gerçi bizningki bu G'arb dunyosida bo'layotgan davayımız yuqori saviyada yapılayotgan bo'lsa-mu, bizningki bo'sh qolgan bir yerimiz var. Bu boshliq va zo'r bu boshliq. Boshliq nima degan vaqtda bizning G'arb dunyosida xalq asosimiz, ya'ni xalq asosimiz deganda yerli xalq asosimiz intayin ojiz bir vaziyatda turibdi. Chunki buning yetish bilanmidi, mayli odam kuchi jihatdan bo'lsin, iqtisodiy kuch jihatdan bo'lsin, bu yetishmaydi va bu izchil bir bo'shliq edi va yaqinqi mezgillardan buyon, keyingi mezgillardan buyon bu bo'shliqni his qildi va Amerikada faoliyat yuritayotgan siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin va yoki Yevropadagi siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, G'arb dunyosidagi siyosiy faoliyatchilarimiz qisqasi bu yerli xalqqa Uyg'ur davosini oltish, Şarkı Türkistan davosini oltishga ahamiyat berishga boshladi. Sizlarga ma'lum, keyingi yillardan buyon bu mustabid kommunistik hokimiyatning Şarkı Türkistan qarta jumladan Uyg'ur xalqiga qarta yurgizayotgan bu irqiy qirg'inchilikninki kundan kunga eshishiga ergishib, bu muhojirat yashayotgan bo'lib G'arb ellarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida jiddiy bir milliy uyg'unish şekillendi, milli uyg'unish harakati şekillendi. Nurg'un qarindoshlarimiz o'zigidan ko'proq kirib, o'tirib chiqib, fidokorlik bilan mayli tashkilotlar bilan bo'lsin va yoki o'z oldiga bo'lsin, bu Uyg'ur davosini yani anlatışqa tirishibdi va o'zining fidokorligini ko'rsatishib kelyapti aziz qarindoshlar. Endi bu yerda biz Dünya Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi tashkilotlarimizningki, siyosiy faoliyatlarimizningki biz to'ldirolmagan bo'shliqni, ya'ni G'arb ellardagi xalqlarga Uyg'ur davosini, Şarkı Türkistan meselesini anlatish jihatda qolib qolgan bu bo'shliqni to'ldirayotgan qimmatli bizningki fidokor bir jangchimiz bor. U bo'lsa-mu navbatda Gollandiya istiqomat qilib turayotgan va hammalarga tanishliq bo'lgan bizningki Uyg'ur ziyolisi Abdurahim G'ani inimiz. Bugungi suhbatimiz Abdurahim G'ani inimiz bilan bo'ladi. Mana ekran oldida bizningki fidokor o'g'lonimiz Abdurahim G'ani ukamiz. Assalomu alaykum Abdurahim. Ukam, qanday ahvolingiz? Yaxshi salomat edingiz? Ataydan vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashib qolganligingiz uchun sizga takrar rahmatimni bildiraman. Xush keldingiz. Va alaykum assalom. Allohga shukr, o'zingiz yaxshi o'tishdiqmi? Rahmat Faradga, sizning vaqtingizni chiqarib Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki televizion programmasida meni ziyorat qilganingiz uchun minnatdor bo'ldim. Rahmat. Rahmat. Endi Abdurahim G'ani inimizni hammalar tunib ketdinglar. Shuni ko'p tunishtirishdan hojati yo'q. O'zi bir tadqiqot markazida ishlaydi, o'zi bir ziyoli. Aziz qarindoshlar, sizlar ko'rib turibsizlar, bu yerda qaytarilishdan hojati yo'q. Bizningki fidokor inimiz Abdurahim G'ani mana 2018-yil o'tgan yili 6-oyning 23-kunidan tortib o'zi yolg'iz kishilik bu Gollandiyaningki bu ya'ni dunyoga mashhur, bütün seyahat merkezlerinin, en asas seyahat merkezlerinin biri olan Dam Meydanı'nda bu özü yalnız kişilik namayişini başlayan ve hatta ahırları, şembe günleri bu namayişini bana ötken yılı 6-ayının 23. günü başlayan bu namayişini bana hazırgıça, bugünküçe bunu izchil davomlashtirib kelyapti aziz qarindoshlar va
Abdurrahim Gani'miz yapıyotgan bu yalnız kişilik namayış Uyghur davasının Şark Türkistan meselesini Gollandiya halkı kılamaz. Bir yerde Gollandiya'yı ziyaret gelgen çetellik turistlarga oңuştum, naayettim, mühim bir rol oynap, Kilvatı da hazırlıca bu cihetin nurgun fedakarlığını gösterdi. Yağmur demek, kar demek, ıssık demek, soğuk demek, hazırlıca bunun belleşik. Kilvatı da, bana bazı kırındaşlarımız, yılda bir qetim ötküzdüğün 1,5 saatlik namayış nima tashkilab bunun da o'zini qachirgan qarindoshlarimiz va Abdurrahim G'ani inimiz din biz yoshlarimizdan jumladan yoshlarimizdan Abdurrahim G'ani inimizdan o'rnak elishini umid qilamiz. Xo'sh, Abdurrahim G'ani, men gapni uzatmay, men shuni so'ramoqchiman hamda. Siz bu masalan bu shu namoyishni o'tkazdi 6-23 kuni boshlabsiz. Bu namoyish apirish qaroriga, fikriga qanday keldingiz siz? Mana bu namoyish qilish, yolg'iz namoyish qilish fikriga men o'zim o'ylab boqmagan, endi bir faoliyat qilsak deb ancha-muncha tashkilotdan faoliyat qilib qolsak qatnashib kelayotdim. 2017 yili 12 ayning 18 kuni Gollandiyadagi yosh bolalar tunji qatim 100 kishilik namoyish o'rinlashtirdi. Amsterdam Dam maydonida shu namoyishga bordim men. Bu namoyishga berib, shunda namoyish dag'dug'lik bo'ldi. Yomon jiq odamlar kelibdi namoyishga, shunda suyundim. Şu aralıkta yan tarafta qarsam bir Falastinlik resimlerini ko'rgazma qilib, Falastinlikka bu Falastin bo'layotgan zulmlarni aşu Amsterdamga sayohatga olib tug'iltirib tikanda qarsam shunda adamchiq o'lish ketibdi buni atrofiga turib anikendan qallab bir xiyol kelib qoldi. Bu namoyish yolg'iz kichik kelsin bo'landigandi buni bu ko'rgazma shaklida qilsak nimasi bo'landigandi deb qarsam bizniki namoyishga qatnashgan odamlar jiq, lekin namoyishga diqqat qilayotgan chet elliklar oz, bundan bir kishilik namoyishga diqqat qilayotgan chet elliklar jiqda. Shundan qilganda Rushan serishtirmasi bo'lib qoldi. Ana bu namoyish ketganlikka endi bu odamlar qarang'ishmoqdim men. Yana kelib assalomu alaykum deb salom bersam, akam gollanchi gap qildi. Akam gollanchi qarang'ishib, sen falastinlikmisan, yo'q men falastinlik emas. Men gollandiyalik desam musulmonmisan, yo'q men musulmon emas deydi. Bu derslerimiz bu Falastinlilarninki bu zulmni anlatıp turibsan bu desem ben insanshunos, men Falastinlikninki haqqon davosini qo'llovchi, men bu shundoq namoyish qilayotgan 3 yil oshdi dedi. Shuna bilan qiziqib qilib ba'zi suhbatlarni olib bordim. Ani qallam shu kelgan narsa shu yolg'iz kishi namoyish qilsin bu degan bu bir yerli xalqlarga degan shu hissiyat shu vaqtda kelgan. Asli namoyish qancha odam jiq bo'lsa shuncha dag'dug'liq, shuncha xalqni jalb qiladi deb bilettimda endi masalan har qaysi davlatlardagi Xitoy elchixonasi oldida o'tgan namoyishda shunday odamlar jiq bayroqlarni ko'tarib, vaqirab anda vaqtida butun shu nimani dag'dugʼ qo'zg'ab xalqni jalb qiladi, hayrat qiladi. Masalan o'tgan yilsi Belgiyada bo'lgan 5000 kichik namoyish bo'lsin, Bryusselning oldida, ana Janlarda bo'lgan namoyishlar bo'lsin, va ham Amerikadagi Oqsaroyning oldida bo'layotgan namoyishlar bo'lsin, shunda jangovar xalqqa diqqat qilgan namoyishlar bo'ladi. Ana bunda ko'p kishilik nurg'un odam, necha ming odam qatnashgan namoyish har zaman o'rinlashtirish imkoni bo'lmagandan keyin men shu yolg'iz namoyish qilish orqali yerli xalqlarga bir tashviq qilib, buni tashviqotning qanchalik bo'larkan deb bu tashviqotni puxta qilish bilan 6 ayning 23 kuni tunji qatim Gollandiya parlamentining oldida 5 kun, undan keyin Amsterdam Dam maydonida izchil bu namoyishni davomlashtirib kelyapman. Meniki yolg'iz namoyish qilishimga sebep bo'lgan omillarniki birisi shu Falastinning haqqon davosini qo'llayotgan gollandiyalik insonshunoslar, undan boshqa Abdurahmon Hasan, Xolmurod G'upur, Rushan Abbos xonim, Yaponiyadagi Turmamat Hoshim qatorliq yana ism atalmay qolib qolgan yana ba'zi shaxslarimiz bor. O'z yolg'iz bir rasmlarni ko'tarib, mashhurlarnikini, yoki o'z ota-onalarining kelimalarini ko'tarib, yolg'iz kichik namoyish qilganda, oshnodan o'rnak olib, agar o'zimga xos bir uslub bo'yicha buni izchil davomlashtirib kelyapman. Alloh razı olsun. Hakikaten ko'p fedakorlik, tirikchilik ko'rsatyapsiz. Bu hakikaten opirin o'qishga arziydi. Masalan, siz shu namoyish jarayonida sizga eng cho'ng ta'sir qilgan hodisalar qaysi bo'ldi endi shu sizning hozirgacha turayotgan shu yolg'iz kishilik namoyishingizda? Menga eng cho'ng ta'sir qilgan narsalar, ya'ni biz masalan deylik chet elliklarniki siyosiylar, siyosiy
hodisa qiziqadiganligi, manda haqlar bizning Uyg'urlarning masalalarini bilgan, Uyg'urlarningki ahvollarini bilgan bilan yerli xalqlarning ko'pinchisi Uyg'urlarning ahvollarini bilmaydi ekan. Mana yaqin zamonda Uyg'urlar munosabat nurg'un xabarlar chiqishidan hamda xalqlarning bilmaydiganligi qolmoqda, xilchi qadamlar bilirken, lekin endi meniki eng diqqat tashviqotimga eng qiziqqan haqidagi menikida tashviqot nimada 2 dona xarita va birisi 1899-yil Amerika tarafidan sizilgan Xitoyniki iqtisod oid bir xarita, unda Sharq Turkiston, Tibetniki Xitoyning chegarasi emas, tinch ekanligi aniq ko'rsatilgan xarita. Undan yana bir xarita va u xaritada Xitoyniki mustamlik bizning Sharq Turkiston mustamlik qilgandan keyingi mustamlik nomi chiqib turgan xarita. Bu xaritani hemen yan quyosh orqali akim Sharq Turkistonniki Noposiya, davlat bayrog'i, davlat gerbini bir plakatga o'rinlashtirish orqali xalqni jalb qilib, tunji birinchi nimamdilakim bizning Sharq Turkistondan iborat bir davlatniki egiskenligi, shu yerdagi yerlik xalq ekanligimizni, o'zimizniki davlat bayrog'imiz, davlat gerbimiz borligini ham 25 milliondan ko'p xalqning yashaydiganligini, zaminimizdagi Gollandiyadan 40 qasr cho'ng bir zaminning egiskenligimizni Xitoyniki mustamlik qilib Xinjiang degan mustamlik nomini ism almashtirayotganligini desam, nurg'un xalqlar hayron qolib qoldi. Nurg'un hayron qilib, bunda tarixni biz bilmaydi ekanmiz. Sen buni o'ydiryapsansan yo dedi, o'ydirgas mana qo'llanib xaritlar qara mana deb tushundigan nurg'un xalqlar bundan pek hayajonlanib bir davlatning simovini olgan butun narsani ko'rgandan keyin bizniki qilayotgan da'voyimning tashviqotining haqli bir da'vo ekanligiga chet elliklar qiziqdi. Bu meniki eng chong bir utuqlarimdan birisi deb qarayman. Rahmat, aferin. Haqiqatan bizmo har qatimliq o'tkazgan namoyishingizda shaxsan o'zimni ko'rib turibman. Bu haqiqatan bu xaritangizni men ko'rdim. Nayt jalb qilarlik ham qoyil qilarlik yaxshi sizningki tashviqot uchun hozirlagan tashviqot materiallaringiz, mayli xarita bo'lsin, boshqa tashviqot nimalar biz doim ko'rib turibmiz. Endi yaqinda masalan Turkiyaninki davlat Anadolu ajansida, davlatninkida hamda Anadolu xabar agentligi siz to'g'riliq bu yerda bir xabar taqatdi va bu xabar Turkiyaninki butun asosiy matbuotlarninki hammasidagidek chiqdi, mayli milliyat bo'lsin, boshqa gazetlarda hammasida keng xabar qilindi. Hozircha yana biz ba'zi xili ko'p matbuotlarda ko'zimizga chiliqdi sizning namoyishingizga har xil tillarda. Mushaqti ma'lumot bergan bo'lsangiz, matbuot unumi qanday bo'ldi hozircha? Masalan, qaysi matbuotlarga va yoki axborot vositalariga ninki sizni ziyorat qilish nimasi bo'ldi o'sha maydonda namoyish jarayonida? Namoyish jarayonida endi hozirgacha nima üçüncü qatim shu ziyorat qilgan hamda Turkiyaniki ATV bo'libdi. Nima Turkiyaning Anadolu agentligi bular xil burun degan menga 2 oy burunda ular hali ko'zib ko'rib ekan. Biz seni bir ziyorat qilgan bo'lgan bo'lsak bo'ladi deb bizga bo'ladi deb vaqtimiz to'g'rilanmay, uniki mening vaqtim chiqqan, uning vaqti chiqmay, uning vaqti meni olmay oxir oldiq ishkapni oldida qildi. Shu biz ziyorat qilishdan bir kun burun O'ttir Sharqdagi ma'lum bir televiziya kanalidan keldi-da, ular ko'rsatib turibdi ekan. Ular bizniki Gollandiya Sharq Turkiston ma'rif jamiyatiga aloqalashib ekanda, mushtaq biz ziyorat qilgan bolalarga ziyorat qilsak bo'ladi degandan keyin, ana bular xabar bergandan keyin men adasman bo'ladi, meni ziyorat qilib qolsa men tayyor, Hasan Abdurahmon Qarajov deb boshlab keldi. Ular ta uy qadar keldi. Uyga kelib meniki butunlik bir kunlik ishtimallarimni, ahvollarimni uydan ichida resim tartib, video qilib, mishanish amistlarni qanday berish, hamma narsani uyning atroflarini tartib, butun kamera oldi ular. Elib akib Amsterdamdagi namoyishni oldi. O namoyish kelganki shunda qilib adam besketdan atroflarida so'zlaydiganlar bekchi, chatlarlarda u budratdan kelganlar, tashqariqlarni qiziqayotgan, lozinkani qiziqayotgan, xaridlar har xil savollarni so'radi. U yerdagi bir masala en qiziqarli bir narsa Indoneziyadan kelgan musulmonlar naq ziyorat qilayotgan yerning o'ziga bular kelib qilib bu yaqinda deydi, endi shuniki tunishtirib beribdi. Sharq Turkistonga bizning bir qism umaklar bordi. Xitoyda u yerda bizda jazo lageri yo'q deydi. Sen bu yerda jazo lageri bor deysan, Xitoyda bizda hechligini jazo lageri emas, biz tarbiyalash markazlari
o terbiyeleş merkezlerinde biz Uygurlarınki anseviyet tüven, ulan anseviyeti yukarı götürüş, teknikler ügütüş, qanunni yuqori ko'tarish orqali biz ularnikini texnik kasblarda o'qitib ishqorlashtiryapmiz. Bu shular deydi. Sen buni qanday qaraysan? Deganda o'sha muxbirning naq maydonda video qilib men dedim. Ma oldindagi lozinkada dedim. 34 dona bizning mashhur shaxslarimiz bor. Ular oliy maktabning professorlari, doktorlari, yozuvchi, shoir, tantarbiyachi, saxovatchi, boy qatarlıqan millatning eng ko'zi ko'ringan millatning sarxillari millatning ma'naviy dunyosini beyitqichi ma'naviy dunyosini yig'iliq yaratuvchi haqlar bularniki bu haqlarniki Xitoy bizni jazolagiri yo'q biz tarbiyalash markazi bor degan bo'lib qolsa bu haqning qanday tarbiyalash ehtiyoji bor chunki bular Xitoyning eng oliy bilim yurtlarida o'qib Xitoylar o'z mansablar eng yuqori mansablarni bir maktab oliy maktablarniki birinchi qo'l rahbarlari bo'lgan mana bularniki tashkilotni hammasini rasmlarini ko'rsatdi aka Muhammad Salih Damollarniki jazolar o'lib ketganligini qildi boshqalarni hammani ko'rsatib u indoneziyalik hayron qolib qoldi bu sizning davlatning rasmi deydi sizlar bilan davlatdan yolg'on bo'lib qolib qolsa sen bu hammasi rasmni tortib ol hammasi ismini xotirlab ol sen Xitoy elchixonasiga telefon qilib yo bir parcha xat yozolsa yo nima qilsan bu amistlarni bir namoyish qilib turibdi bundan so'rasak bu mao adamlarning nim ehtiyoji deyapsa bu aniq so'ramiz Xitoy elchixonasida desam u qoyil bo'ldi magipani nimasi bor unda qilib qolsam bu gipini olib hamini qilib olsam elib olsam bularni olib oldim deb hamma narsa rezultat video qilib ketdi agar bu yana bir gapni so'rdi menda Xitoylar deydi bu Uyg'urlar bekal hadisdan oshqin musulmon deb qaraydi bunga siz bu hadisdan oshqin musulmonlar ekansizlar bunga sen nima deysan deydi agar men dedim Xitoylar bizni oshqin degan bo'lsa sen bilan biz mana musulmonning eng oddiy bir shartlari bor eng oddiy asosiy nimalari bor mas'uliyat va majburiyatlar biz assalomu alaykum deb bir ko'z salom beradigan normal 5 vaqt namoz o'qiydigan eng oddiy nimalarnikini halol olamini farq qilgan mushtaq bilas mush huquqlarimizni Xitoy bermidi Xitoy assalomu alaykum deb qo'yganlik uchun jazolar kirib yetyapti namoz o'qib qo'yganlik uchun jazolar kirib yetyapti yig'ilib qolganlik uchun jazolarga kirib yetyapti mana men qo'limda 48 xil qilmish inson jazolarga kirdi deb mana davlat axborot vositalari chiqqan xabarlar bor mening qo'limda maniku deb uni ko'rsatsam o'tirib hayron qolib qoldi unda men rasm tortib rasmni deb xabar majoz deb chatdaliklar o'zi berib bizning sharq turkiston ahvolini ko'rib yezib dunyoning eng davlat axborot vositalari e'lon qilgan xabarlar mana bu desam anda uni ko'rdi yana bir qarib nimalarda gezit u yerda uningda bir Uyg'urniki o'zidagi qo'l soatini Beijing vaqtida to'g'rilamay Urumchi vaqtida to'g'rilab qo'yganligi uchun bu terrorchi oshqin degan nim bilan 10 yil kesib ketgan haqida xabarda hamda o xabarni ko'rsatdim uni ko'rsatsam bu deydi bu rasmda Xitoyning tashkilotlari saxt tashkilotga sinoma tashkilotlarimiz nima qildik deb hammalar chunki bunday tashkilotlarda gezitniki aniq qachon chiqqan gezit kim tarafidan yozilgan xabar hammasi aniq borda bir narsaning hamma rasm tortib aytganda mushtarlarnikini hammalar shu haqlar biladi endi mushunda eng oddiy bir narsalarmi hamda chatdaliklar ajoyib diqqatni tortadilar undan boshqa mushtaq savollar so'raganlarga men qulandagi dalil isbotlar bilan amaliy faktlarni ko'rsatdim ular hargiz o'zining hissiyotini asos qilib o'zini nihoyat bichora qilib ularni isloh qilish emas qulandagi amaliy dalil faktlar orqali Xitoy tajovuzchilarniki Uyg'urlarning eng oddiy bo'lgan inson huquqlarini nima kishi huquqlarini qaysi darajada dafsana qilayotganligini ular amaliy faktlarni tushuntirmaydi agar ularga bo'lsa oshqin emaskansizlar bu deydi biz oshqin emas Xitoylar bizning eng asos huquqlarimizni bermay ular Xitoy o'zi oshqin millatchilikni targ'ib qilyapti hozir mana ko'rmas bizniki bolalarimizni ota-onalardan ayirib yetimxonalarda o'ziniki tilidan madaniyatidan urf odatlaridan dinidan tandirib jismi Uyg'ur ruhi dunyosi Xitoylashgan bir manqurt bir insonlarni yetishtirish uchun bunday qilyapti asli qilib qolgan uylarga 1 milliondan ortiq Xitoy tajovuzchilarining ish kunlarini avatish orqali 24 soat bizning Uyg'urlarni ko'z orqali oshlarniki ifodalari qarab bular jazolarni yo'llab turgan narsa Xitoyniki uylarga odamlarni belgilangan mushta ish qilib qolsa endi Xitoy oshqin bo'lmay ular biz qanday diniy oshqin bo'lib qolamiz bu narsalarni deganki bular qoyil bo'lib chunki bu narsa hammasi mening qo'limda aniq isbotlar bor bu narsalarni shuning meniki bu tashviqotim reallik asos qilgan dalil isbotli fakt bo'lgan boshqa chatdalikdan eng jalb qilyapti
Aferin, hakikaten bu garip dünyasında kurak gap, hissiyatlık gap, debdebelik gaplar işlemeyi demdi. Delil ispat akıdığaya, delil ispat gösteriş gerek. Bunu aytmayayım, sizin degeniniz hakikaten bu cihatte hakikaten sizge aferin etmey. Tura almayımız. Bana hazır 20 yıl oldu siz bu Lobsk kişilik namayışını izsildi almıştırvatlı. Bu jarayanda duş kelgen en çok kıyınçılığınız ne oldu sizinki? Endi başka bir çoğun kıyınçılık yok. En çok kıyınçılık diye vaqtida damallıkka dastlab chiqqansa kıyınçılıkdek biladi. Hozir o'ylab qolsam qattiq kıyınçılık emas. Chunki meni namoyishga ilk chiqishga turtki omillar beshini daf etib ketib, undan boshqa mening chet ellarda chiqishim Allah meni Xitoylarniki sharqqa ilib borayotgan etni qirg'ishdan qutuldirib qolganligininki bir tirik isbotidir da bizda. Yalnız men emas, chet ellik har bir Uyg'ur. Biz chet ellik Uyg'ur chet ellik chiqish nisb bo'lmay, chet elda yashamagan bo'lsak, ya Xitoyning jazolarga bo'lgan bo'lardik, yo turmada bo'lgan bo'lardik, yo o'lib ketgan bo'lardik, yo ishkirdagi har qaysi turlarda inson qalbidan chiqqan beshi qiynoq usullarda bu dunyoga tirilib qolganimizga og'iz quloq qo'ygan bo'lardik. Shuningdek, men o'zimniki millat oldidagi burchimni ado qilish uchun, millat burchini ado qilish uchun Allohningki meni shu jazolarni qutqizib ishlab kelib qolganligini g'animat bilib, o'zimniki ovozni shu dunyo o'ngiltib Sharq Turkistondagi Xitoy etni qirg'inchiligida imrayotgan xalqimning bir ovoz bo'layotganligidan o'zim faxrlayman. Ana keyindan shanba haftada 5 kun ishlayman. 5 kun ishlagan bo'lgandan keyin shanba men oilam bor, ikki bolalarim bor ekan. Endi bu o'yinga ko'pincha ishlash ayolim qilib qoldi. Ayolimni qo'lladi bu avvallarni ko'rgandan keyin bo'libdi endi siz namoyish qilsangiz qilib o'yin ishlariga bo'lmam, yetishman deb bolalar bu o'yin ishlarini hammasiga ayolim nima qilib bundan men ayolimga xo'sh, ayolimga rahmatini aytman. Undan boshqa endi Amsterdamda ko'rsangiz o maydonga mashinalar qat'iy bo'lmaydi-ku, o yer mashinaga kirish bo'lmaydi. Atrofiga mashina nayt bir dam maydonidan 50-40-30 metr nerisida damallarga 2 minut mashina to'xtatib qolindi, 5 minut atrof uni jiq to'g'izib bo'lmaydi-ku endi. Sizning uyingizmi Amsterdam shahrida emas, necha kilometr bor? 50 kilometr keldi. 50 kilometr keldi. 50 kilometr keldi. Amsterdamdan maydoniga. Endi shu oraliqda u yerga borsam, o'sha ba'zi yosh bolalar bor. Bu bolalardan Alloh rozi bo'lsin, nayt o'zimni xo'sh ish bolalardan. Meni o'sha chiqishimga bu bolalar o'zining vaqtini sarf qilib meni o'sha olib qo'ydi. Olib kechda bo'lganda narsani yig'ib tayyorlasam keldi. Ekchida Amsterdamga bir 5 kilometr yaqin yerda haqsiz mashina to'xtagan o'sha keliman. Bu bolalar shu meni dam maydoniga olib ekan qo'yg'ashtirib, bu bolalar yordamchi bo'layotdi. Undan boshqa ba'zi qarindoshlarimiz keldi. Ularni kelib turib, birdan namoyishga qarshi berib degandek ketdi endi. Bu yerda cho'ng bir qiyinchilik yo'q endi. Masalan, haliqi sizningki bu hammamizning jalb qilgani bu yerda sizningki masalan har xil millatlarningki tilida imzo to'plash raqtga imzo to'plash hareketiniz, faaliyetiniz endi. Bu nayeti bir tunji qitim bizningki bu milliy chet ellarda bo'layotgan milliy mücadelemiz tunji qitim bo'layotgan bir ish mening bilishimcha hozir. Buni qanday plan qildingiz? Hozirgacha bu qanchalik imzo to'plandi, qancha millatdan masalan? Endi hozir men dastlabda namoyishni boshlagan vaqtlarimda unda bir imzo to'plash, oxirgi bir narsa yozishmi men xiyolimda yo'qdi-ku endi. Dastlabda chiqib Gollandiya parlamentini oldiga qildim. Undan keyin dam maydon namoyish qilgan jarayonni qarsam Xitoy faoliyatchilari, akan boshqa yana inda zulm qilgan millatlar o'zining da'vosini anlatib, yerli xalqlarning inson qo'shqasi uchun bularni imzolab Yevropa ittifoqi bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki kishilik oliy komitetiga yo'llangan petition imzolab narsaga qo'l qo'ydiga o'tirib ekanda, ana bularni ko'rib, ana ma'lum nima qilib qolganda men bu qilib boqsam bo'landığanda bu narsani deb bundan bir ishqa varaq ilib o'qib boqdimda, o'qib boqsam ba'zi nimalar bittasi bo'g'idek ekan, shunday o'zgartirib ishlatsam bo'g'idek buni deb ekan, buni qilib bir qancha odamlar evatdi, masalan dunyo hukumatning raisi bo'lgan hisob evatdi, endi hukumga. Ana keyin nimamtin a'lokimizga, Nurgul Saud xonimga, Ruqiyat Turishxon qatorli undal qisiq aktiv faoliyatini bir qanchalarimizga evatdi, o'shada ko'rib boqqan bo'lsam, bir narsani mushta bir qilmoqchidim buningga. Bularni ma'lum qilsam, voy yaxshi bo'libdi deb, endi bular ingliz haqida yaxshi bo'lgandan keyin chiroyli obdan loyilab ba'zi bir narsani qilib berdi buningga. Qilgandan keyin aniq ashyoda imzo to'plab, hozir imzo to'plab kelyapman buningga. Hozir qadar 4 mingdan jiq dunyoning har qaysi davlatlaridan kelgan endi
eng kemidan bir 50 davlat chiqqanmikan deb başqa imzo qo'yganlarning nimasi shu endi. Ashta davlatdagi odamlar uning imzo qo'yganlar. Uningda 4 turlik endi talab bor. Birinchisi Sharq Turkiston bilan etnik qirg'inchilikni to'xtatish, ikkinchisi Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga ulangan millionlagan Uyg'urlarni, Uyg'ur sanxillarni o'sgan hammalarni qo'yitish, uchinchisi Uyg'urlar etilayotgan madaniyat qirg'inchiligi, diniy jihatdagi cheklovlarni nima qilib ana keyinda bu xalqarodan bir kuzatchi bir narsani avach qatorib mushtaq bir narsani asos qilgan bir narsalar shu endi. Undan boshqa oq raqtga imzo qo'yishni o'zim o'ylab topdim. O'tirib misha namoyish qilayotgan bo'lgan ekan bir rasm chiqib to'g'ri yo'llab qo'ysam bo'lmag'idek bu tarix isbotida bir chuqur bir narsa qoldirib qo'ysam bo'lg'idek deb bu nima yozg'izsam bo'ladi deb o'tirib o'ylab daftar yozg'izayim deb o'ylab qoldim. Oxiri ana shu oq raqt yozg'izib o'qib boqsam bo'ladi deb oq raqtga hozir 58 xil tilda yana o'qishmagan 58 xil cho'ng-cho'ng tillarda Sharq Turkistonga mustaqillik, Sharq Turkistondagi jazo lageri, ya'ni Xitoy ishg'olidagi Sharq Turkiston jazo lageri taqolisi degan shu xatni yozg'izib, davlatning ismi bor, qaysi tilda yozilganligi, kim tarafida yozilganligi, imzosi, yil oy kunigacha bor bu narsalarda hammasi. Buni men yozdirib kelyapman. Udur kelgandan yozg'izgan bo'lsa, ma'lumotga 100 metr rahmi to'shmaydi u yerda. Men faqat har bir tildan bir o'rnak kelish hamda ashuni saqlab qo'yish. Buni saqlab qo'yishning maqsad keyingi kunlarda hozir mush mezgildagi bularning Sharq Turkistondagi etnik qirg'inchilikniki xalqlar tomonidan e'tirof qilingan bir dalil isbotlari keyingilarga qolib qolgan bir tarixiy isbot. Shundaqla Sharq Turkistonning hamon bir kun mustaqil bo'lganga uning ishonchim bor, imonim bor. Ay devlet mustaqillik tapqasın, men bilen yapqasam, balam qopqasın, mush apırıp dadam öz vaqtida chet ellarda mush to'plab tikadib ay devletdagi musiqalarni o'tkazib bir mush narsalarni degan bir nishon bilan bu ishni qilib kelyapman. Aferin. İnşallah çoxum amalga oshirdi deb ishonamiz biz. Abdurim Fukamanda, masalan siz namoyish qilayotgan bu maydon endi u Xitoy sayohatchilar nayt ko'p keladigan bir yerdi. Hozirgacha masalan shu Xitoy sayohatchilarning bo'lsin, yoki bo'lmasa yerlik asha turayotgan Xitoylarning bo'lsin, sizning namoyishingizga bo'lgan pozitsiyasi qanday bo'ldi, inkas qanday bo'ldi, chunki yaqinda ba'zi hodisalarning yuz berganligini oldim. Endi bu Xitoylar yamanchiq keladi, lozinkalarni ko'rib, rasmlar tortib yo degandek qiladi. Dastlabda buni men parvo qilmayapman, diqqat qilmayapman. Men Xitoy faoliyatchilar kirib, ular qilib qo'llaydi. Biz ba'zi jihatlar o'rtaqchiligimiz bor, masalan Xitoylar kommunistlar yolg'iz Uyg'urlarniki, ama Xitoy faoliyatchilarniki ichki organlarini atkaz qilmasdan, ya'ni Uyg'urlarniki qilyotdi deb ba'zi islashlik qilib yo degandek unda ba'zi nima qilib qolamiz. Ashlam kuzatadi, agar kins qarasa bu Xitoylar yamanchiq har xil deb Xitoylarga rasm tortib, videoga tortib qolib qoldi. Bu oraliqda Yevropa bir davlatda ishlagan bir og'ilimiz bordi. Endi u sen namoyish qilyapsan, sizni bir berib yo'qlab bir ko'radi deb keldi bu. Kelgan kuni mana shu namoyishga chiqay, qachon samoman mushtarda xis qildiganlik yo'q emas deb ba'dimda bir atrof bir kuzatib boqay dedi. Bunu deb u endi ko'zini taqib sayohatchidek yasinib shu nimada bir o'tirib tutdi endi nima qilib. Dav ko'rabman, yenimda bilasini ko'rab degandek. Endi oraliqda namoz o'qib qoldi, men namoz o'qib kelaman deb qarab ko'zlab qoldi deb, men yerimdagi Palestin qandavas qo'llayotgan gollandiyliklar va ularning ko'z quloq bo'lganlik bu narsaga. Endi bu og'aynimizdan kelib ko'zini taqib sayohatchidek bo'lganida u lozinkalarni ko'radi, u alg'ish bo'lgandek turibdi-da. Men ketishim bilan tang 3-4 Xitoylik yaptida kirib aşağıda tallabdi-da, men ma'lumot butunlay yolg'on tashviqot qilib bizim yüzümüzü tushib turibdi, bu deb aşağıda resimlik tortib, videolik tortib, mishada Amsterdamning Dam maydonida kameralar bor, kuzda bu yerda bo'lmasmishlar shu dastlab ishni sundirib ketyapti deb aytibdi qilib, bundan ikki tukuribdi-da, nimalarga degandek. Endi o aralıkta bunu qalki yana bir Xitoy var ekan, shu bu xeyli diqqat qilib aşağıda 4 soat atrofda nima qilib yaqtida, qilganda men jiqni qilmabdi men da alaqi mushandamida mamandamida endi bu jiroqni to'g'andan keyin araliq menlar namoz o'qib kelib bo'g'ich aralıqda bir yarim soat o'tgan aralıqda ashunda bo'lgan 3 Xitoy endi ashunda nima qilibdi-da o'qishmaganlari. Ana jiroqni meni kim ziyorat qilayotgan qolib qolsa, rasm tortgan Xitoylar bor ekan u yerda. Hadi an degandeki men onun bir naqlandı bir ispat biraz olmagan kerak tortgan resimlar bor. Hani bu ağız resimler elbette onu berdi, müşterilerga diqqat qildi. O'ga qarasak, aş resimni badamlik demse her hafta kelib turdi-da, yana bu resim bo'lgan ekan qo'limda. Mana ekan 2 haftaning oldida u yerda ham rasmiy shu Xitoylar kelib men bilan rasmiylik nima qilib qoldi. U yerda zayda so'zlayotdi, bir video olyapti.
ana o Xitoy şəhərlərin şərt tillab putlarını işiltib qılğan nimaları var ki, ayna hərəkət sözü uda 3 qatım şərt degəndəki ana kələ aşar söz atqan nimaları haqq çönəqən toxtublarkən nemi şərtlər tillaysa mene insan şərtlərdə də nemi tillaysa da bana o yer azraq nəxməydən taqatdıq bu nəsə ana saxçı telefon qılmasa mən telefon qılma saxçılar o bu da bu Xitoy məndən çox deyildi ya o çox saxçılar ana işləyimiz telefon qıldı o yerdə şunu qarğan bu Xitoyma elə qaşar mana vaqiyalar laqlalan qarğanda Gollandiyada bəzi işin xeyli bililgan Xitoy degan gapda ana saxçıga telefon qilsa ana saxçı biz boramiz dedi hani keldi saxçılar biraz resimlarni videolarni ko'rsatdim ana gap o saxçı keyingi 3 kundan keyin menga ayrim telefon qildi sanki bu ahvollar hammasi bizga deb berdi bizning ahvollarni debnim qilib berdi men Gollandiyaniki ichki ishlar ministrligiga telefon qilib bu ahvollarni ularga dedim yetkazdim bu aralıqda aşağı naq videonu butunlay ilib olgan bir aylan barki o videoni qulog'iga tushdi evvel ikki hafta men taqdim qilib berdi o videoda aşağı Xitoyniki menga puchilganligi keyin qilganligi butun videolarning hammasi bor ekanda bu asli videoni men to'rib qo'ymadim buni patiyaqani to'rib qo'ymay ham buni men soqchilarga topshirib berdim ana soqchilar dedi biz bundan sajgir deydi bu narsalarnikini san qo'l shiltmabdi san qo'l shiltgan vaqtida biz har zaman nim qilamiz buniki diqqat qilib qanday bir ish qilib qolsa bir gumonliq narsa qilsam bizga xabar qildi biz Amsterdam tanmaydan her zaman köylep turamiz yani buniki san bo'lgan nazoratchilik nimani kuchaytiramiz debdi taqdimlar bir xil yana qo'shib qoldida yani bu qolsa meni bir qo'g'daydigan bir odam bor ekan endi hozircha bo'lgan ahvollar mushu endi uch qashqar qilib u yerda urush ketmadi men bor ig'ir bo'ldim chunki u yer bir millatniki ovozni oldiman deb tug'an bo'lgan ekan Xitoylar urushib buni qilsam Xitoylarga qo'pol muomala qilib qolsak buniki o'zining obraziga tashviqot obraziga millatning nimasiga ta'sir shunga nima qilib qolsa silq sipoy qilib Xitoyni ashada sirtlashtiradigan nimalarni qilib qolsa turlar quyosh orqali akan Xitoyniki chetlardan ayda qilib davxu ashadimi yana shu Uyg'urlarga zotanlik qilgan aktivistlarni echish uchun patchaqanda shu videoni qo'ymoqchi. Masalan siz bu namoyishda hozir 20 yil bo'ldi. Siz bu namoyishni qachongacha davomlashtirmoqchi, qanday plan qilyapsiz? Hozir qachongacha davomlashtirasiz? Qanday bir planingiz bor? Endi namoyishni dastlabda boshlagan vaqtida bir oy chiqib boqay deb chiqib boqdim-da, bunday namoyishning qanchalik unumlari va qiziqmagan qiziqmamdigandi deb bir oy chiqdi, bir oydan shunday yaxshi bo'ldi, to'g'ri kirib turdilar. Onun keyin bir 3 oylik plan tuzdim. 3 oylik planimda ben o'ylamagan darajada bu xalqning qiziqish yomon nima bo'lib ketdi-da. Shuni o'ylab bu menga bir odatganlik qilib qoldi-ku hozir. Burun qanchamiz xalqlar voy Abdurivata shu millat uchun ish qilyapti, u bu desa, azroq faxrlanishyapti. Hozir u faxrlanish yo'q. Men millat oldidagi o'zimniki burchni ado qilyapman. Deb o'zimga uni bir majburiyatda hamda. Chunki biz Yevropada yashayapmiz, har qanday xalqniki millat oldidagi mas'uliyati, majburiyati ham haq bo'ladi ekan. Ama Yevropaga keldim, siyosatxonalik tildim. Dünyanın hamma yerda turish imkoniyatimiz bo'lmagan vaqtida Uyg'ur qolganligimiz uchun Uyg'urning nomidan Yevropada vatandoshlik elib bu nupozga oldim. Bu vatan to'klayotgan qondan birlik kelgan narsa Yevropada topgan pullarim, ishab o'qigan narsaning hammasida Uyg'urning to'kilgan kimniki yedi va hamda menga millatning bu ig'ir kuni kelib qolganda millat oldidagi mas'uliyatini ado qilish uchun qo'limdan keladigan doirada buningga faqat millat oldidagi eng oddiy bir insani burchni ado qilyapman deb qarayman. Aferin. Hakikaten Memtun Bo'g'roning bir so'zini eslatdingiz siz. Memtun Bo'g'ro tunji qitim bu nima 49-yil ikkinchi qitim chet elga ijrat chiqqan vaqtida qilgan mashhur bir so'zi bor. Biz vatan uchun vatandan orildik degan. Ya'ni biz rahat farog'at ko'rish uchun, faqat jirimizni qutqizish uchun, yashash uchun vatandan orilmadik, faqat qo'ldan ketgan vatanimizniki milliy mustaqillikni qoyimlab bo'lish uchun chora-tadbir izlab chiqdik va o'zimizniki davosini dunyo jamoatchiligi anglatish uchun chiqdik. Biz hargizmi chet elniki rahat farog'at turmushga bo'lib ketmasligimiz kerak va biz o'zimizniki milliy va vijdoniy burchimizni ado qilishimiz kerak va vatan ichidagi xalqimiz bo'lgan rishtimizni har zaman chim saqlab qilishimiz kerak. Vatan sevgisini her zaman qalbimizda chin saqlab qilishimiz kerak. Bu Memtun Bo'g'roniki vasiyati, nasihati. Siz opera sizga. Abdurim akam shuni so'radim keldi. Sizni Gollandiyada qarindoshlarimiz Abdurim kitob deb ataydi ekan. Bunda deb atishlik sabab nima endi? Hamda buni Abdurim kitob deb atishga maqsad men Gollandiyaga kelgandan yog'i
izchil qilayotgan ishning birisi kitobchilikda hamda men 2007 ise 5 5 Gollandiyaga kelgandan keyin qarasam o'qiydigan kitob yo'q. Kampala tug'anda zirikchilikda shu Turkiyaga telefon qilib Abdujil Turan akimizdan kitob kelganda eklibi 10 boshliq o'qisam bu kitob bir-birisini esil bo'sh kitoblar. Shuningdek keyin bu kitoblar uchoq Turkiyada bekorlikda anda bu kitoblar orqali bir taqda chunki men nurg'un narsa kitoblarni o'qish orqali bilganda biz mamlakatda quloq u yoqdan bu yoqdan anglab dastlabda anglashdan boshlanikan undan bundan anglab quloqdan hayvon qo'saqdan samrat odam quloqdan deb vatan millat to'g'risida har xil gap so'zini hikoyalarini anglab o'rgangandan keyin kitob qiziqdi nurg'un narsalar bir vatanda o'qish imkoniyati bo'lmagan kitoblarni o'qib texidimmi qallamda aniq bo'lmagan tushunchalar aniq bo'ldi. Agar bu kitobni o'qigan o'zimning diniga, millatiga bo'lgan tushuncham chunqurlashdi. Undan keyin xalqimni boshqa o'qisog'idek deb o'sha Turkiyadan kitoblarni ekilib izchil mishada sertifikat deb qilyapman. Shuning yog'i bu ishni to'xtatib izchil davomlashtiryapman. Shu hisobda Yevropaga kelganimiz 11 yil bo'libdi. 11 yilning yog'i bu kitob nimalarni to'xtatmagan oraliqlarda bir o'qish ishlarim bilan aldirash ketib bir mazgil to'xtatib turdim. Undan keyin davomlashtirib kelyapman. Esingizda bor o'tgan yil 11 oyning 7 kuni Germaniyada ochilgan Dunyo Uyg'ur qurultayidagi oliy kengashdimi o'shagima men bu yerda 100% kitobni olib o'sha ko'rgazma qilib sotdim-da kitoblarnikini. Shuningdek, ana shu kitobning ishini izchil davomlashtirgan o'xshash men yolg'iz ish namoyishnimi Alloh xolisa bundan keyin izchil davomlashtirmay ham kengaytiraman degan bir nimam bor. Men bir ishni oldirib qilmayman, qilib qolsam oxirigacha chiqib bu yo'lda izlanmay qo'ymaydigan bir nimam bor, odatim bor. Shunga bu namoyishimni ham kitobchilik ishini davomli taraqqiy qildiraman. Aferin. Abdurahim Fukam, siz o'tgan yil masalan 8-oyda bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy ayirmachilikqa qarshi turish komitetining 96-qatimda tuzilganda Xitoyni so'roq tutgan ham deysak, nihoyat qattiq so'roq tutgan Xitoyni. Bu yerda Xitoy o'zini oqlashga majbur qolgan. Ham bu yerda jazo lagerlari yo'q deb ko'zni paqirtiblar, bu yerda qatqizil yolg'on gapni qildi. Ham shu zalda Xitoyni so'roq tutgan yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayini 4-kishilik heyetining ishchi tizimi bor. Shu Xitoy jazo lagerlari yo'q bizda, kasb tarbiyalash markazlari va Xinjiang xalqi, har millat xalqi baxtiyorlik ichida yashayapti degan vaqtda siz qanday tuyg'u keldingiz shu vaqtda? Ani buniki tuyg'ularni Xitoy azaldan tortib yolg'onchi, o'ziga ichki ahvollarni sirtqi dunyoni oshkorlashni noit qo'rqidi, sir vermaydi. U mezgillarda bizning mashhur shaxslarni tutib ketgan to'g'risida rasmnimi, nimani jiq oshkorlanmagan mezgillar bor deyman bilishimcha. Shunday. O'shalar qo'limizda unda bir isbotlar yo'q deb, kim tutib ketdi, kim emas deb, qanchalik odamning katta jazolarga kirib ketganligi, kimga kirgan to'g'risini bilmay turganda, u narsa dastlab deb nimasini nimaga bo'g'ashqa bilgan nimasini. Endi u yerda endi biz o'ttirga chiqib, ani bani deydiganga qurultay oldi o'zi sizlar burun berib qo'ygan bo'lgan siz Akram Kalni uchanlar ko'rishgan odamlardan ko'rishib ularning yetarli materiallarni berib qitgansiz, ular ashar o'zidagi dilla fikrlarni o'tirib qo'ydi-da, uni xo'sh bo'ldi. Endi u yerda bizdagi so'zlash prosta birilmaydi ekan, so'z birilmagan yerga endi u yerda ortiq so'zlab qilib qolsak, Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki intizom qoidalar xiloflik qilgan bo'lmaymiz. Bo'lmasa shunda hammamizning o'sha so'zimiz va nurg'un isbotlar o'tirib tig'ib qo'yib nima qilganlarimiz va lekin endi nurg'un narsa ekilishga qilish imkoniyatimiz bo'lmaydi ekan hamda. Endi qanday bo'lsa, qurultayning shu joyda o'sha yaqasının bergan isbotlarni nurg'un narsalarda o'zining rolini ko'rsatib qarayman bundan. Shu qarindoshlarimiz shu vaqtda bizni biroz xato tushunganlar, xato ayblaganlar bo'ldi. Sizlar Xitoy biz jazo lageri yo'q deganda nima uchun o'rinlarni turib vaqirmasizlar, nima uchun gap qilmay jim o'tirsizlar? Deydigan chunki Birlashgan Davlatlar Abdurahim Fukamimiz deganda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining prinsiplari va yig'inning kun tartibi va u yerda Xitoydan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining raportmanlari so'z qiladi. Irqiy ayirmachilikqa qarshi turish komitetining mas'ullarining so'z qilish huquqi va uningdagi Xitoy delegatsiyasini raportmanlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining raportmanlariga Xitoy javob berdi u yerda. Boshqalarning hammasi xalqaro huquq tashkilotlari bo'lsin, biz ularlar hammamiz kuzatchi sifatida o'tirmiz. Bo'libmi bizning 4 kishilik Abdurahim inimizni o'z ichiga olgan 4 kishilik qurultay hay'atini maxsus kuzatib turgan u yerda soqchi va bizga qarab turgan zotda albatta biz haqli bir da'vo qilyapmiz. Biz hozirgacha butun da'voyimizni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti
inson haqlari umum bayonnomasininki va xalqaro ahdnomalarninki va o'zimiz turayotgan davlatlarning qonun prinsiplariga amal qilgan holda gapiryapmiz. Shuning uchun bugun Uyg'urlar masalasi xalqaro bir masala o'tirib chiqdi. Bu bizningki qonun prinsiplarga qattiq amal qilgan asosda, izchil amal qilgan asosda faoliyat olib borganligimizning bir ijobiy natijasi. Xo'sh, Abdurahim aka, albatta siz bilan bundan keyin pat shu ekranlarda ko'rishib turmiz, suhbatlashib turmiz. Sizningki xalqimizga bo'lib yoshlarımizga qanday yurak so'zingiz haqida shuni olsa. Hamda tashkilotlar hamda siyosiy da'vo qilmaydigan gap hamda davlatning parlamentlarida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Amerika Davlat Majlisi degandek yana cho'ng tashkilotlar xalqaro saviyada siyosiy faoliyatlarni olib boradigan gapda. Hamda tuvandik avoma xalqning qiladigan ish nima ekan deb men o'ylab baksam, shu yolg'iz ishlar bo'z to'qqizta yaxshi. Masalan, Gollandiyadami yoshlar emas, Gollandiyadagi Sharq Turkiston ma'rif jamiyati, Sharq Turkiston Uyg'ur birligi, unda yoshlar bular birlashib Gollandiya parlamentining oldida bular misol 2 oyda ko'p qolib qoldi. Kuniga birdan 2 odam izchil namoyish qilyapti endi bu bularnikidek. Mana mushunga o'xshash shaklda boshqalardagi bolalarmi yo tashkilotlar o'zaro birlashib, yo birdan bo'lamdi, yo 2 odam bo'lamdi, izchil holda yo parlamentning oldida, yo hukumat binolarining oldida va yoki xalq maydonlarining oldida o'quvchi o'qib qolsa maktabda, xizmatchi o'qib qolsa bizning idora organlarida qaysi sani adam o'qib qolsa shu yerda hech qanday bir yer tayyor bo'lmagan uyda o'tiradigan adam o'qib qolsa qo'lim qo'shnilarga hech bo'lmasa meshkit qilsa meshkit odamlik o'qib qolsa har bir odam 10 odamga anglitishni o'ziga bir mas'uliyat, majburiyat qilib hech bo'lmasa o'zining ota-onasiga aloqalashamidan ota-onam hayotmi o'ldim bilmayman desa xalqning yomon bak diqqatini tortadi ekan hamda. Bu ishlar chet ellik ham Uyg'urlar beshik qilayotgandan keyin chet elda masalan 100 ming Uyg'ur bor desak, Yevropa 1 million Uyg'ur bor ekan, to'g'ri aytdingizmi? Chet elda qancha Uyg'ur borligini bilmayman. Masalan deydi. Ha, millionmi? 1 milliondan ortiq deb turdik endi hozirgacha. 1 milliondan ortiq Uyg'ur qolib qolsa, har bir Uyg'ur 10 odam anglitishni o'ziga bir mas'uliyat deb yuklab olsa, ota-onalarning urug' tuqqanlarining rasmlarini yoki vatanda bo'layotgan etnik qirg'inchilik oid bir narsalarni yoki xalqaro davlat axborot vositalarini e'lon qilingan gazetlarni besib chiqarib chiroyli 10 odam anglasa qancha deb qoldi? 10 million odam anglatdi degan gap. Shu davlamda 1 million 10 million bo'lgandan keyin bu ishda qilaversak, bu san texnik ko'payish orqali ham chet elliklarniki istashni qo'zg'aydi ekanmiz. Mana nurg'un chet elliklar keldi masalanga. Mana shu yerga bir narsa qisqacha o'tib ketdik. Chet elliklar kelib deydi. Bu sizning tashviqotingdagi bu etnik qirg'inchilik degan narsani men davomli buni qilib ishlayotgan tashviqot nimalarni borchi etnik Cleanstonda New York Times gazeti chiqqan narsa bu narsalar ash nimamda bor. Sen mani ko'rib ishondiq sana deydi-da bu narsalarnikini. Bu sizlarning beshingiz shu qadar adam bu ne kuni kelibdi, bu millatning sarqildi shu qadar tutib ketibdi. Bu sizning ahvolini qarab men echinidim. Bir istashlik qilayotgan dunyo nima jim turib oladi, arab davlatlari nima jim turib oladi, musulmon davlatlari Türkiye'yle oturup nurg'un davlatlardan sada chiqmamdi, bu Yevropalı, Amerikadan sada chiqmaydi deb shu qadar savollarni so'raydi. Men bir inson bo'lishdan so'ng nima qilib beralayman deb nurg'un savol so'ragan shular chiroyli dedim. Boshqasini qilib bermasangmi, hech bo'lmasa sen o'zing his qilganda men bir 2 minutlik qisqa shaklda videolik so'zlab berib, o'zing tillasam so'zlab berib, buni Facebook'da tarqatdim. Jonli yo'yin dahmaydan qilib ko'zim nurg'unlaringlar. Aniken ahiret yezbersen, yezbermeniz çetellikle bundan imza koyup koyarsanız kınmaydı. Çünkü bu mesuliyeti var bir nesile, bu nesilinkine. Hiç kandak adam öyle olduran bir nesile koyup vermedi. Aşkına hemiz kalısı ötkeles koyup verdi. Anda bunların davet kanı sen kanda yardım kılalaymayız dedi. Kanda yardım kıldan bu işlerine resim taat edip Twitter'da, Facebook'da anlat. Qo'lim qo'shlarım, urug' tuqqanlarim anglab, bo'z davlatdan qaytgan degan xalqni tashkillab, uzan turayotgan davlatdan Xitoy elchixonalarining oldida namoyish qilib, biz cho'qim qilamiz deganlar bor. Anda bu yahudilarniki kurab badanlar shukni titrab ketdi-da yahudilar. Ya bo'lsa jazolarni bilamsansiz bu narsani deb bilmasam qanday bilasan deydi. 2 dunyosini gektar yahudilarni yo'qotmoq uchun jazolarni qurib oltini yahudni sulab tikan, men Subiyuda qechirgan kinoni ko'rgandim. Oshxona narsani ko'rganman. Shuchab yahudilarga islashlik qilgandim desam, shunda qirg'inchilik sizlar beshinglar kapti hozir. Bu hozir ahvollar bu bizgilmikin desak sizlarga kapti. Buni ko'rib, yahud qirg'inchilik ulab ketgan qarindoshlarimni esisab qo'y bu narsalar natiskilab mana aşağıdaki mürenlerini şunda tutup sabır qilsa qanday anlatibsa dedim.
Sizin için bekhoşluk kap kaldık. Biz sana için müş kıpırılgan nurgı Yahudilarım var da aşağıdan çekil digilik yaplarını. Demekçe biz halka yerli halkının hissaj qo'zg'ash uchun qo'limizdagi pokitlik isbot dalillar bo'yicha ilmiy shakllarda tushuntirsak yerli xalqlar hissajni qo'zg'ay oladi ekanmiz. Undan boshqa ba'zi gollandiliklar bor. Masalan, o'zingiz ko'ryapsiz, Facebookda ko'rdinglar. Hozir endi yarim yil bo'lgandan keyin ba'zi gollandiliklar biz savchi bilan namoz qilish deb masalan 3 kun vaqtni sarf qilib mendan kelib namoz qilish bergan gollandiliklar bor. Bu mening tunji qadrimdagi bir mey berganligi. Men 5 yilda chiqqan dedim, davoyimni masalan Falastin davosini dedik masalan. Falastinni musulmonlarda ashlarni dunyoning xalqaro siyosat atmosferasida musulmonlarni terrorist deb atgan mezgilda gollandiliklarniki ya'ni bu Falastin Afg'on davosini qo'llab-quvvatlab oldi 40 yil keyin 3-4 yilda bu davoni qiyin turibdi. Unda qilib qolsa shular qarab umidlanib men bu davoyimni izchil davomlashtirib etmasam bu yil bo'lmasa kelar yana bir yil hamil bir kun chetlarliklarning qo'l orqali tashviqotini olib bora oladigan ko'zam yetdi. Shunga demoqchi o'g'lim qarindoshlarimizniki men nima qila olayman deb o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotmay qo'lidan kelgan sohada mustaqil ilmiy shakldagi asos qatlam tashviqotni olib berishga chaqiraman. Rahmat Abdurim, G'aniyevim, bu güzel ma'lumotlaringiz, güzel takliflarınız, real hamda güzel tilaklarınız uchun tekrar minnatdorligimni bildiraman. Shundaqla men raisimiz Dolqin Aysa akandim shundaqla butun dunyo qurultiyi qilib bu yerda yana ashuni qayta eslatib qo'yaman va dunyo qurultiyi bo'lish suhbatimiz bilan sizning qilayotgan faoliyatingizni butun kuchimiz bilan moddiy, ma'naviy jihatdan har jihatdan qo'llab-quvvatlaydiganligimizni bu yerda tekrar ifoda qilmoqchiman. Bu vaqtda raisimiz Dolqin Aysa akandimmi ko'p qatim buni ta'kidlab keldi hozirgacha va bu yerdan rasmiy men qurultay nomidan bu sizga bo'lgan qo'llashimizni yana bu yerda qayta bir eskartib qo'ymoqchiman. Rahmat sizga bu bergan ma'lumotingiz uchun. Inshaalloh bundan keyin siz bilan yana suhbatlashadigan ko'p temalar bor. Vaqt munosabatidan bugungi suhbatimizni mishada oxirlashtiraylik. Sizga tekrar rahmat aytaman va shundaqla sizningki dunyo qurultiyi bo'lish suhbatimiz bilan sizningki qurayotgan bu yolg'iz kishilik namoyishingizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat sizga. Rahmat. Bir eg'iz gapimda bo'lsam bo'ladimi? Xo'sh, rahmat. Meniki qo'limda tashviqotniki sapligiga, tashviqotning dalil isbotiga, pokitligiga nihoyat ahamiyat beraman. Hech qanday tashviqotimda o'zimniki hissiyotini asos qilib bunday qilgan tashviqotlar emas. Ko'ryapsiz tashviqotlar 2 haftada bir, oyda bir deb umumiy yangilab turman-da. Shunday. Qimmat qolmagan axborot gazetlarni chiqarib yangi axborot e'lon qilgan narsani qo'yman. Mening qo'limda 2018 yil 8-3 kuni Erkin Osiyo radiosiniki inglizcha xabar chiqqan 3 milliondan ortiq, ya'ni mostly Uyghur people deb asosan Uyg'urlar Xitoyniki politik re-education campda sulog'lik degan bir nimasi bor-ku. Shunga qarindoshlarniki mushina, ya'ni bu hisobda 7 oyning oldingi xabarda bu. 7 oyning oldida Erkin Osiyo radiosi ingliz kanalida 3 million ortiq deb aniq bir nim bo'lgandan keyin mushni qo'llanishni tavsiya qilaman. Undan keyin ham bir cho'ngroq birining jiqsonliq bir narsa e'lon qilindi. Haqiqatimizning og'zida 5 million, 6 million degandek narsa bor. Buniki ham aniq bir dalil isbotlarimiz yo'qda hamda. Hozir vatan bo'layotgan bu qirg'inchilikda balki u ham ozlik qiladi. Lekin ham biz hozir ishlatayotgan narsa ko'pincha haqimiz milliondan ortiq, 1 million, 2 million degan sonni ishlatyapti. Vatan o'layotganlar qo'yilgan kalolmagandan keyin hozir bir qishda manchqo'y to'g'lab qolgan shuni statistik uzulayotgan zaman bo'lgandan keyin bizmi oxirat vaqtida e'lon qilingan 3 million ortiq degan narsani bir tashviqotda ishlatish orqali texnik ko'proq mashina amaliy sanoatga tashviq qilgan bo'lsak bu shunday qo'ymoqchi. Bu nihoyat muhim bir taklifni o'tirib qo'ydingiz. Siz qatnashgan shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotga iqtidorimizga qarshi turish yig'inida Xitoyning so'roq tortgan yig'inida siz bor. Bu yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining raportida 1 milliondan ortiq dedi shu vaqtlarda. O'tgan yilgi gap 8-oydagi. Bundan keyin buni butun dunyo matbuotlari buni asos qilib turib mush sonni o'lcham qildi. Keyin bu son 3 millionga chiqdi. Sizning degan bu nuqtangiz nihoyat muhim bir nuqtani o'tirib qo'ydingiz. Ma'quldo'st Abdurim, rahmat sizga tekrar va muvaffaqiyat tilayman.
Rahmat Dünya Uyghur'dan teşviqat bilmegen rahmat demiz. Rahmat. Hürmetli televizyon görüşler sizlerin kıravatınızda Dünya Uyghur tarafından Germaniyanın München şehrinde tesis kılınan Tor televiziyasınınki söhbet programısı. Bugün biz bana ötken yılı 6. ayının 23. günden bu yan ta ki hazırgacha harmay, talmay, ıssiqqa suğa qarmay, boranğa, qarga, yağmurga qarmay zor pidakarlıklar bilen, tirişanlıklar bilen Gollandiyada yalnız kişilik namayish ettirip atkan Abdurrahim G'ani fikrimiz bilen Uyghur davasını, Şarq Türkistan meselesini yerlik milletler özümüz turib atkan, Garip dünyasıdaki özümüz turib atkan yerlik milletler anlatışniki moyumluqi ve zürligi degan temini çördüğü asas söhbet etmedik. Şunlar biz bugünkü söhbetimizni mishada ahırlaştırmoqchimiz. Keyin qatimliq söhbetimizni görüşeli. Görüşkicha aman bo'lin. Xayr xo'sh.